Timtas ئەمەس ئىستانبۇل. Aptori Kassini. Xotiramdan to'kilganlar. To'kilgan birinchi İstanbulda jazo lagerlarining beplani hozirlanmoqda. İstanbuldagi eng egiz to'piliklarning biri bo'lgan Chamilija to'piligiga chiqib bakkan vaqtingizda cheksiz ketgan go'zal va romantik İstanbul so'zilib yotadi. İnsanlar 21-asrda әмді Гитлердәк әхмәкләр o'ttirg'i chiqmaydi deb qarab, qandaq qilganda baxtlik bo'lg'il bo'ladi degan savol ustida. Baxtning formulasini tuzib qandaq qilganda o'limsiz bir hayotni amalga oshirg'ili bo'ladi, hech bo'lmaganda umrni hozirqidan bir qatlig'il bo'ladi deganlarni o'ylashayotgan bir mezgilda. 3 milyondan ortiq baxtsiz Uyg'ur Gitlerninkiga o'xshaydigan, hatto uningdan mubattar jazo lagerlariga solinib, xor-zorlikda yashamoqda. Dunyoda bu haqda xeyli shavqin surallar davom etgan bo'lsa-mu, ammo İstanbul Timtas. Nima uchun? İstanbul alqinidagi Xitoydan keladigan tatliq baklavasini yo'qotib qo'yg'isi yo'q. Ammo Chamilija to'piligidan tushib, Uyg'urlar to'plashib yashaydigan Zaytunburnu, Safaköy degandek joylarga berib qaraydigan bo'lsangiz, İstanbulning Timtas emasligini, bo'libmi Uyg'urlarga munosabatli ishlarda Timtas emasligini ko'ra olasiz. Keskin qilib ayta olaymanki, İstanbulda Xitoy jazo lagerlariga tamoman o'xshaydigan, ammo Uyg'urlarning qo'li bilan amaliylashyotgan ikkinchi bir xildagi jazo lagerlari yasalyotdi. Bu ayollarga qartilgan haramlar va buni o'z ichiga olgan jaholat davrini eslatadigan ayollar qulluqi ideologiyasini İstanbuldagi Uyg'urlar orasida yiltiz tatqizish orqali amalga oshirilyotdi. Qisqasi, Gitler jazo lagerlari qaytib kelgandek, kimlardir birlari o'ttir asr jaholat davrini Uyg'ur ayollarining ustiga yuklab qo'yish uchun Xitoy jazo lagerlari qurilishini parallel ilib berib o'tibdi va bu jaholatni qaytarib kelish uchun zo'r tirishchanlik ko'rsatib o'tibdi. Bundaq bir maqsadni amalga oshirish uchun xufiyona din to'rniga o'rnab olib ish qilayotgan Xitoyning qora qo'li qandaq bir shum g'arazni planlayotdi? Paketlar ko'rsatilib bo'lgandan keyin g'araz o'zligidan oshkorlanib chiqadi. Bu albatta g'alati diniy soha paydo qilish orqali amalga oshirilyotdi. İlave birinci. Bazı qarindoshlarimiz chet ellardagi dinning ahkomlaridan tashqirlab chiqib ketganlarni, yanada Xitoy bu haqda tuzib chiqqan diniy ashqon degan iborani ishiltib kelyotdi. Men bu so'zni ancha muvofiq ko'rmayman. Chunki Xitoy vatanda namoz o'qiganni, hatto Muhammad deb ism qo'yganni diniy ashqon deb atayotdi. Chet ellarda bo'lsa, qora niqob taqgan, shundaqla Suriyaga istixiyalik holda ketayotganlarga qaratilyotdi. Shuning uchun Xitoy davatgan diniy ashqonlik bilan biz ayblayotgan Qur'ondan chatnab ketishni ifodalaydigan bir ibora tuzib chiqishimiz kerak. Bu albatta o'limalar birligining zimmasiga tushadi. İlave ikkinchi. Men xotiramga to'kilganlarning kelarki qismida qora niqob ichidagi xonimlarga bir inson, bir Uyg'urlik, bir oji singillik muomalasi qilish kerakligi haqida to'xtalaman.
mening nazarimda qora niqob boshqa narsa. Qora niqob ichidagi u Uyg'ur xalqiga mansub bo'lgan xonim qizlarimizning kechmishi boshqa narsa. Uningda tamoman aldinish, xo'rlanish, qul qilinish, erlar hokim mutlaqlikning qurboni bo'lish, bola tug'adigan mashinaga aylantirilib qo'yish. Navada er urushda o'lib ketsa, ikkinchi bir erga darhol o'tkazib berilib, xuddi kuch o'lab yugurish musobaqalaridagi qo'ldan qo'lga o'tkazib beriladigan kaltakka o'xshab qilish va buni dinning ahkomlari deb qabul qildirilish. Ya'ni Xitoy mengiyish operatsiyasining ikkinchi qismini davomlashtirib, o ayollarning kallasiga o'zlari yasab chiqqan g'alati islom dinini singdirish deganlar singib ketgan. Shundoq Xitoy İstanbulda intayin qorong'ulik ichida qolgan bir g'alati islom dinini o'z odamlari bilan nihoyatda muvaffaqiyatli yasab chiqish orqali garchi Xitoydagi jazo lagerlari taqilib ketgan holatdami bu qorong'u patqoqlik o'rmondan mangu chiqolmaydigan, oxirida mustaqillik orzularimizmi kulga aylanadigan bir kelajakning tayyorligini qilmoqda. Xitoy bu maqsadlarni tövəndikidək haramlar bilan amalga oshirayotidi. Birinchi, qora niqobsiz yurish haram. Qora niqob tashviqoti ayollarning niqobsiz yurishi haram degan ideyani Turkiyadagi Uyg'ur ayollarga singdirayotgan tashviqotlarning eng oldida keladigini. Ammo qora niqobli ayollardan nima uchun qora niqob taqaydiganligi haqida savol so'ralganda, ulardan 3 xil javob olish mumkin. Ba'zilar Qur'oni Karimda payg'ambar xonimlari yuzlaringlarni yepib yuringlar deganligi. Shunga payg'ambar xonimlarining qilganlari sunnat bo'ladiganligi va o'zlarining payg'ambar xonimlarining kiygan kiyimlarini qiyomatga qadar davomlashtirish kerakligini ilgari surdi. Yana ba'zilar bo'lsa, ayollarning yuzining harom ekanligini ilgari surdi. Yana ba'zilari ayollarning chechining harom ekanligini ilgari surdi. Ularning aytishicha, İbrahim alayhissalomni o'tga tashlaganda ayollarning chechi İbrahim alayhissalomning kuyishini ulg'aytib berganmish. İstanbulda g'alati dinchilar vatan davos qilmaydi, faqat paypoq to'qigandek ikki chig'da to'xtamay harom to'qiydi. İstanbulda Uyg'ur ayollarni o'mchik to'rdak chirmib olgan haromlar intayin ko'p. İstanbulga 2015-yildan keyin to'kma qilib to'kib o'tilgan. Andın bir qismi İstanbulda vazifalantirilgan, yana bir qismi Suriyaga tanlangan. 21-asr dunyosi bilan chiqisholmaydigan mollamlarning Xitoy ideologiyasini yiltiz tatqizadigan yer osti darin davlatlar bor. İstanbulda umumlashayotgan ayollarga qartilgan harom va ayollarni inson o'rnida ko'rmaydigan fatvolar tovandikicha. Birinchi, ayollarning chechi harom. Ikkinchi, ayollarning ishlashi harom. Üçüncü, ayollarning ovozi harom. To'rtinchi, ayollarning yuzi harom. Beshinchi, ayollar fitna. Altinchi, ikki narsa oldimizdan o'tib ketsa namoz buziladi. Buning biri it, yana biri ayol. Yettinchi, ayol kishi yo'ldishidan ruxsat olmay 3 kun yo'qab ketsa, qayta nikoh o'qish kerak. Chunki bu ayol eriga harom.
8. Ayollar lider bo'lolmaydi. 9. Ayollarni miras o'rnida ikkinchi bir erga o'tkazib berish. Va hokazolar. Bu yerda men bu haromlarning hammasiga radiya berib bo'lolmayman. Ammo ayollar fitna degan kamsitish haqida ozroq to'xtalmoqchiman. Asli fitna ayollarning yuzida emas, balki erlarning shahvat qoplagan ko'zida, deydi Turkiyalik islom dini olimi Mustafa Islom o'g'li. Erlar bir qatim shehid bo'ladi. Ammo ayollar bir yilda 12 qatim qon berib, 12 qatim shehid bo'ladi. Buning badaliga insoniyatni tug'di. To'lg'oqdagi shehidlik muqomi boshqa. Undaqda seni fitna tuqqanmi? Har oyda shehid bo'ladi. Allah ularning o'shqaydagi bu holini xuddi namoz qilgandek qabul qiladi. Qadr beradi va azizlaydi. Ammo sen uni, ya'ni onangni fitna o'rnida ko'ramsan? Bundaq haromlar ayol munosabatini kesal bir munosabatga akirib qolmay, Uyg'ur jamiyatini bir kesal jamiyatga aylantirib qo'yibdi. Ular nazarda ayollar to'qinoq balo-qazo, dunyodagi barliq masalalarning sababchisimiş. Ularning bildirishicha, hozirgi zamondagi ham jinslarning paydo bo'lishi ayollarning yalang'och, ya'ni yalangbosh yurishi sababidan kelib chiqqanmish. Ularning nazarida yog'liq chekmagan ayollar yalang'och hisoblanarmish. Afsuski, ham jinslar masalasi dunyoning bugungi masalasi emas. Allah bundan 1400 yil ilgari ham jinslar masalasi tufaylidan Lut qavmini halok qilgan edi. Ular yana yalang'ochlarni, ya'ni yalangboshlarni ko'rganda erlarning g'idiqlanib ketadiganligini. Chunki Allohning erlarni ana ashundoq g'idiqlanadigan qilib yaratganligidan iborat bir soxta hikoyani to'qib chiqib, Qur'oni Karimni erkaklar manfaati uchun burmilab, ko'zingizning oldida yo'q qilib o'tadi. Agar bir yalang'och, ya'ni yalangbosh ayolni ko'zi g'idiqlanadigan bir er bo'lsa, undaq bir er ayolni emas, yotqanni ko'rsimi g'idiqlanib ketadi. Bundaq kesal va odamiy hayvon erlar Uyg'ur jamiyatini kesal qilib qolmay, Qur'oni Karimni axlatga tashlab o'tadi. G'arb ellardagi uzun o'chratlarda turgan erlar Qur'oni Karimning nimaligini bilmasimi, ammo ayni Qur'onning buyrug'ini qiladigan erlardir. Ular oldida o'chratda turgan yalang'och, ya'ni yalangbosh ayollarga qarabmi qo'ymaydi. G'idiqlanish degan asla xiyoldanmi kechmaydi. Chunki ular odamiy odam. Hozir Uyg'ur jamiyatida yuqorqidek odamiy hayvon, diniy saxtpazlar ustimda Allah meni ko'rib turdi deganni inkor qiladigan yolg'onchi, kazzob dinchilar. Allah qachon İstanbuldagi Uyg'urlarning qimmat qarashlari va diniy qarashlarini chaylab yenchib bo'ldi. Yuqorqidek ayollarga qartilgan qatma-qat haromlar, islom aqidalaridan halqigan, o'zi to'qib olgan sapsatlarni din deb bozorga soladigan kazzob dinchilar, xuddi Xitoyning har 200 metrda bir tekshirish apparati turg'izib, chaza va to'saqlar paydo qilganidek,
jazo lagerlaridan farqlanmaydigan, shakli o'zgargan din jazo lagerlarini İstanbulda barpo qilmoqda. Agar Xitoyning hozirgi jazo lagerlari dunyoning kuchi bilan taqilib ketgan ahvol ostida, Xitoy İstanbulda barpo qilgan bu Gheyret diniy ideologiyani darhol vatanga yetkazib Aptorida bizni mangu tugamaydigan fikr ixtilofiga, ya'ni tarixdagi aqtaqliq va qartaqliqlar ichki to'qinishiga o'xshash ziddiyatlarga so'rab kirdi. Qizlarimiz va ayollarimiz tugamas harom to'saqlardan qutulolmay, o'qishsiz, ishsiz qoldirilib, uylarga solinadi. Bu ikkinchi bir xildagi jazo lageri bo'lmay nima? Anglasam, İstanbulda yangi tashkilotlar qurilibdi. Ular erlar Suriyaga ketgan qora niqobliq tul ayollarga yordam qiladi ekan. Yordamning sharti cho'qim eri Suriyaga ketgan ayoli qora niqobliq bo'lishi kerak ekan. İstanbulda kimsi yo'qmi xaloyiq? Ishonch bilan aytalaymanki, bundaq Qur'onga va islomga qarama-qarshi o'ydirma dinni Xitoy uzun yillardan buyon vatanda o'zlari ma'lum kishilarning qo'llari bilan yasab chiqqan. Ondan Xitoyning qora uchburchak rayoni Malayziya, Turkiya yo'llari bilan Turkiya va Suriyaga eksport qilgan. Xitoy jazo lagerlari cho'qim taqiladi. Buningga ishonchim komil. Ammo Xitoy İstanbulda din yo'li bilan sistemalik planliq qurayotgan, insonlikqa tubdan qarshi, Uyg'urlarga quradigan kelajakdagi jazo lagerlari texmo qo'rqinchli. İstanbulni Timtas deb o'ylab qolmang. Bu yerda Xitoyning ikkinchi bir xil jazo lagerlari qurilishi, Xitoy o'zi Turkiyaga avatgan mollamlar qo'li bilan tayyorlanyapti. Davomi bor.